Faqat ikki tallı çeyiz bo'lsa, sirtlar 20 joyda yeyotgan churuk bo'lgan kebab ta'mli cheyizni aylanib qilib bo'ldi. Dal hozirgi ta'til vaqtlarida bolalarimiz shunday yoqtirib yeydigan bo'lib, qilish usulimi nihoyat oddiy. Bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganolasiz, hamda o'rganish boshlari ketdi. Avval bir yo'ng setib olgan ikki tal cheyizni qilliqini normal qilib yalpaq qilib to'g'ri olamiz. Ondan buning ustiga suv quyib, bir qush tutsagandan keyin 10 minut atrofida ishlab qo'yamiz. Ondan qachiga yarim cho'mich oilli ishiltiga un va yarim cho'mich qo'noq kraxmal to'kib, ustiga nihoyat az miqdorda tuz va vejing solamiz. Ishlatgandan bo'lsa, cho'ng ustamning qo'noqni ayirib vejingsi, arqadan xo'razon tuxumidan bir tal va az miqdorda suv quyib, rosa aralashtirib, suratdek malmushalatga kelamiz. Ondan cheyizni umashning ichiga oldikin to'liq milab, oldin qizib tayyor qilib olgan meyvamizni bir-birlab solamiz. Aralıqda çeyizning rangi normal alat sarg'aygandan keyin süz berib etib, mayni yana bir qatim qizitamiz. Ondan cheyizni ikkinchi qatim solib, buni birdam zamli qilib süz berib, oxirida ustiga ozroq zira yoki ta'mli haqiqiy kebab ta'mini chiqarsam deydigan do'stlarimiz, cho'ng ustamning kebab testi qo'stin az miqdor sepsak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'ngligi va oilat kebab qilgan vaqtda mushta tutqun chuqum bir sinab qilgan do'stlar. Hamza filmlarimni oxirigacha to'liq ko'rib, yuraklarni besib qo'llagan tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat. İşlerinizle oңushliq, tininglar salomat olsun do'stlar. Kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh.